Abdulaziz. Oy Abdulaziz hozir zo'r prank qilamiz va qizi bormi yo'qmi bilib olamiz, xo'pmi? Keyin sen bilan zo'r savol javob o'ynaymiz. Tez savol beraman, tez javob bergin, bo'ptimi? 200 minut olasan. Yo'q, olib ketamiz. Tez gap. Isming nima? Abdulaziz. Maktab qaysi? 101. Nechinchi sinfsan? 11. Qaysi mashina? BMW. Qachon turding? Hozir? O'zing qildingmi? Yo'q. Eng yaqin o'rtog'ing? Yo'q. Qaysi qizga sigir bo'lgansan? Malikaga. Yana-chi? Ko'rdingizmi? Malika degan qizga sigir bo'lgan, oyi. Malika degan qizga sigir bo'lgan. Tez aytishdi, tez aytganman men. Ha, ne unda tez aytasan. Ha? Sen menga pul bermasang, shunaqa malikalarga pul berasan, mendan yana pul olib, ha? Oyi. Shunaqa bo'lganmi hech? Mana, ishonasizmi? Sen hali sigir qilib yuribsanmi? Topgan pulingni qizlarga sigir qilib yuribsan. Da o'shaning uchun bu ishlagan pulni u yo'q kelmayapti, oyi. Tavba. Endi qara, men ha. qara. Hozir aytdinga Malikani pulingni aytasan menga. Topasan telefonimni berasan menga, tushundingmi? Siz qamoq qo'yiladi bo'ra. Kimmi? Ha? Malikani topsam sochini yulinib qo'liga berib qo'yma. Ishon, pullarni hammasini qaytarsin menga buyursa. Shopping qilaman. Malika yaxshimi? Yaxshi qizmi? Oyi, qanaqa yaxshi qiz, u sigir qilyapti, deyapti. O'zi ham bilib turibdi sigirligini. Buni ham anonzi yuriga borib bilaylik. Oyi, Kim? mana olgan pullarni o'sha Malikaga beryapti bu jumasmi? Haqiqatdan ham sigir bo'lsa yaxshi. Ishxonamizda poratadi-da, o'sha qiz. Mayli, nima bo'pti? O'sha nerishni zato zo'r. Zato zo'r. Lekin seni sigir qiladi. Ha, yo'q. Ha, sigir. Abdulaziz-chi? Estas son las que prefieres.